Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Do'konimizga trammovka apparatlarimiz yetib keldi. Bugungi video obzorimizda trammovka apparatlarimiz haqida gaplashamiz. Birinchisi ko'rib turgan Kengro trammovka apparatimiz. Bu apparatimiz sakrab trammovka qiladi. Bitta sakraganda 1 tonna uradi. Klassik brenddan 3 kilovatli motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Оборот legirovkali variantlarda bu tarafdan o'chirib yoqasizlar hamda ikki xil rejimda ishlab berishga mo'ljallangan. Ikki xil rejim yarim kuchi hamda to'liq kuch bilan bemalol ishlab beraveradi. Soatiga 3 kilovat tok rasxoti mavjud bo'ladi. Narx-navolarini oxirida aytib o'tib ketamiz. Vibraplashayotganligi variantimiz vibratsiya berib trammovka qilishga mo'ljallangan. Tovalarini razmeri 50 bo'ladi. Vibrator motorlari bilan jihozlashtirilgan, ko'rishlari mumkin. Apparatimiz suv bachoylari bilan ham jihozlashtirilgan, suvli variantda bo'ladi. Xohlasalaring suv bachogini yechib qo'yib foydalansalaring ham bo'laveradi. Mana o'zini ma'lumotlari C90 modeli 15 kN'lik, ya'ni vibratsiya kuchi 1,5 tonna bo'ladi. 85 kg vesiga ega bo'ladi. O'zini orqasida shunaqa g'ildiraklarigacha o'rnatib qo'yganmiz. Ishlatmagan vaqtlaringda bemalol g'ildiraklari bilan yetalab xohlagan joylaringga olib borib foydalanaverasizlar. Benzinli variantda bo'ladi. Benzin rasxotlari soatiga 1 litrgacha ichadi. Narx-navolariga keladigan bo'lsak, ikkalasining ham narxi $330 dan 12 ta viloyat bo'ylab dastavkalarini qilib beramiz. Kanalimizga podpiska bosib, shu videoga like tugmachasini qizartib qo'yadigan obunachilarimiz bo'lsa, kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, kelaverasizlar, arzon narxlarda qilib beramiz.